Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Men bu so'zlar o'z nomimdan emas, balki butun musulmonlar, ya'ni ummatlaringiz nomidan aytmoqchiman ya Rasululloh. Yig'inlarning birida do'stu birodarlar bir-birlari bilan bo'layotgan suhbatlar asnosida o'rtaga shunday savol tashlandi. Baxt nimada deb o'ylaysiz? Barcha do'stlarim turlicha. Kimdir ota-onamizni hayotligi, sog'-salomatligimiz desa, yana kimdir tinch osuda hayot kechirayotganligimiz va shunga o'xshash javoblarni aytishdi. Navbat menga keldi. Men esa ular aytgan barcha javoblarni o'z ichiga olgan qisqagina bir javobni aytdim. Baxt Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lib yaralganimizda, ummatlarga ota-onani qadrlashni, sog'lik salomatlikni, tinchlik omonlikni qadriga yetishni, birovlarga ozor bermaslik hamda barcha oliyjanob xislatlarni ta'lim berib, bizlarni ulkan baxtga erishtirgan sizdek zotga ummat bo'lishdan-da ortiqroq baxt bormi yo Rasululloh? Barchamiz sog'indik, ko'rmoq istaymiz. Ko'rmoqlik maholdir, valik izlaymiz. Bugun chin yurakdan bir so'z so'zlaymiz. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Sizni har kuni yod etamiz, sog'inamiz. Sunnatga xilof ishlarni or bilamiz. Diydoringiz ko'rmoqni umid qilamiz. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Otam fido bo'lsin sizga yo nabiy, onam fido bo'lsin sizga yo shafiy. Qiyomat kun deng bizlarni ummati. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Muborak yuzingiz ko'rmoqlik uchun, oliy saodatga yetmoqlik uchun, Kavsar suvlaridan totmoqlik uchun Rasululloh, sizni juda sog'indik. Jon fido ayladi sizga ummatlar, ularga qildingiz oliy himmatlar. Muborak so'zingiz bari hikmatlar. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Xulqingiz barchaga bori ibratdir. Aytgan so'zlaringiz shifodir, nurdir. Hatto qiyosi yo'q bebaho durdir. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Siz aytgan so'zlarga amal qilmoqqa, shubha va haromdan yiroq bo'lmoqqa intildik, doimo halol bo'lmoqqa. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Chin ummat yodingiz kanda qilmaydi. Yod etgan insonlar hech g'am bilmaydi. Sog'inchdan boshqasi dilim tilmaydi. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Siratingiz o'rganib yoshlanadi ko'z. Siz quyosh olamga porlagan nursiz. Sizsiz halovat yo'q, ko'ngil huzursiz. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Qiynamay qijronda yongan ummatni tinglangiz yozganim bir enli xatni. So'zin aytay sizga ahli ummatni. Rasululloh, sizni juda sog'indik. Bu so'zlar har bir musulmonning xush ifor zaboni orqali aytilishi lozim bo'lgan go'zal lafzlardan biridir. Chunki bizlar Allohni tanishimiz, jahannam azobidan yiroq bo'lib, jannat bog'lari tomon yetaklovchi ko'rsatmalar bilan ta'lim bergan ikki olam sarvari Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'lish, u zotni sog'inib yashash, u kishining muborak yuzlarini ko'rish, qiyomat kunida o'zlari va'da qilgan eng oliy saodatlardan biri bo'lgan shafoatlariga erishish. Hech shubha yo'qki, ul zot uchun hatto ota-onasini fido qilgan
asl ummatman degan har bir bandaning qalb to'ridagi umididir. Ilohiy barcha bandangni noumid qaytarmagin. Oxirat mahshargohingda yuzi asfar qilmagin. Bir tilakla huzuring tomon yo'l boshladik. Rasulingni yod etib senga ko'z yosh ayladik. Nasib ayla har bandaga tushda ko'rmoq baxtini, yengil ayla biz g'ariblarga sog'inch ortgan dardini. Allohim barchalarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Barchalarimizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga nasib aylab, o'zini haq yo'lidan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.